Assalomu alaykum do'stlar. Mana 2025-yil 16-may holatdagi ishlamizga xudo xolasa mana Andijon viloyati Bo'ston tumaniga ishlamimiz yetib keldi ekan. Xudo xolasa. Bunga shunday ishlar kerak bo'lsa, bilan aloqaga chiqib olsa, vodiy bo'ylab dastlabkilarimiz bor. Shuni 44 postdan Andijon tomonga qarab yurganda, mol firmada o'tganda shuni chap qo'lga yo'lni bo'yiga kelib to'kdik mana. Andijon atrofida mana kelib ko'radiganlar bemalol kelib ko'raverasizlar kerak mana. Assalomu alaykum do'stlar. 2025-yil 15-may kuni ishlarimiz bo'ldi. Andijon viloyati Asaka tumani Yuksalish mahallasiga yetib keldik. Xudo xolasa mana vodiy bo'ylab dastlabkilarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa katta telefon raqamimizni qoldiramiz. Cheklanmagan miqdorda yetkazib beramiz.